Haqiqatdan ham musulmon odamga bu dunyoda qanchalik qiyinchilik, musibat, g'am, qayg'u, alam, og'riq, imtihon, sinovlar kelganda ham shuni unutmaslik kerakki, jannat bor hali. Oqibat taqvodorlarniki, mo'minlarniki. Mana shu bilan tasalli olib yupanish kerak mo'min odam. Bu dunyo bu siqilishga arzimaydi. G'am chekishga, shuni ustida bosh qotirishga arzimaydigan narsa. Imom Ibn Qutayba rahimahulloh aytadilar, bir ayol erini g'amgin holatda ko'rganda aytgan ekanki, nega g'am chekyapsiz? Nega siqilyapsiz? Agar dunyo uchun siqilayotgan bo'lsangiz, Alloh taolo dunyoni butun taqdirini, rizqlarini, holatlarini hal qilib qo'ygan bo'ldi. Ya'ni siz siqilib, g'am cheksiz ham, g'am chekmasangiz ham hech narsa o'zgarmaydi. Alloh taolo rizqlarni taqsimlab, ajallarni belgilab qo'ydi, bo'ldi. Nega mahzun bo'lish kerak mo'min odam? Mahzun bo'lsangiz ham xuddi ana shu holat, mahzun bo'lmasangiz ham baribir xuddi shu holat. Hech narsa o'zgarmaydi. Aksincha mahzun bo'lib inson harakatdan to'xtaydi. Orzulari, maqsadlari tomon yura olmay qoladi odam. To'xtab qoladi. Aksincha orqaga qarab ketadi. Balki og'ir kasalliklarga giriftor bo'lib qolish mumkin. Endi oxirat haqida g'am qilayotgan bo'lsangiz, Alloh taolo mana shu chekayotgan g'amingizni ziyoda qilsin degan. Qarang, ajoyib aytganda, oxirat uchun Allohning huzuridagi holatlarni o'ylab g'am chekayotgan bo'lsangiz, Alloh buni ziyoda qilsin degan. Ya'ni g'am chekishga mana shu narsa arziydi. Ibrohim ibn Adham rahimahulloh ham shunga o'xshagan gap gapirgan. Mahzunlik ikki xil bo'ladi deganlar. Biri foydanga, ikkinchisi zararingga. Oxirat uchun mahzun bo'lishing seni foydangga degan. Dunyo uchun mahzun bo'lishing seni zararingga deganlar. Qarang, insonni masalan boshiga bir muammo keldi. Hozir g'am cheksiz ham, siqilsiz ham baribir shu muammo bor. Hech narsa o'zgarmaydi. Endi tasavvur qiling, bir oydan keyin yoki bir yildan keyin shu g'am tashvish sizdan ketish taqdirda yozilgan ekan. G'am chekmasangiz ham, siqilmasangiz ham baribir ana shu muammo yechilib ketadi. Faqat bir yil siqilganingiz, g'am chekkaningiz qoladi. Ya'ni aytmoqchimizki, musulmon odam dunyo uchun emas, oxirat uchun mahzun bo'lish kerak. Oxiratdagi hisob-kitoblarni o'ylab tashvishga tushish kerak. Lekin dunyo uchun g'am chekishi, mahzun bo'lishi, yig'lashi bu musulmonga yarashmaydi. Ya'ni ba'zi salaflar aytgan ekanlarki, dunyo uchun bir yig'layotgan kishiga qarab, "Ali dunyo tabiki, dunyo uchun yig'laysanmi?" degan. Dunyo uchun yig'lanadigan narsami shu narsa? Bu oqil odamning ishi emas. Ulamolar oqil odam haqida aytadilarki, Ravdatul Uqala kitobida keladi. Oqil odam g'am chekishi mumkin emas deganlar. Chunki g'am chekishni hech qanday foydasi yo'q. Ko'p g'am chekish insonni aqliga putur yetkazadi deganlar. Va xafa bo'lish ham mumkin emas. Chunki mahzunlik musibatni kamaytirib qo'ymaydi. Har doim mahzun bo'lib yuradigan odamning aqlida kamayish hosil bo'ladi deganlar. Qarang, mana bu tajribadan o'tgan narsa. Doim mahzun bo'lib yurganlarni qarang, aqliga bir putur yetadi. Sochlari oqarib ketgan, o'zini ham bir rangi o'zgarib ketib, yuzlariga tirish tushib, ya'ni yomon ahvollarga boradi. Shuning uchun ham musulmon odam doim o'zini yaxshilikdan umidvor qila olish kerak. Alloh taolo iroda qilgan narsa bo'ladi. Inson quvnoq, xushchaqchaq bo'lib yurish kerak. Chunki mana tirikmiz, dunyo oldimizda naqadar keng. Nafas olyapmiz, imkoniyat bor. Doim yaxshilikdan umidvor bo'ling. Ko'nglingiz doim keng qiling. Mana shu juda ham katta foyda, haqiqiy yaxshilik mana shu. Bitta narsani bilaylikki, dindagi musibatdan boshqa har qanday musibat yengil. Hech qachon buni unutmang. Dinda odam musibatlanib, bir yomon gunoh kabiralarga, og'ir holatlarga tushib qolishi mana bu musibat. Lekin bu dunyo musibatlari bu ne'mat bu. To'g'rimi? Insonning gunohlariga kaforat bo'ladi. Darajalarni oliy bo'lishiga sabab bo'ladi. Allohning tarbiyasi bu. Inson dunyoda musibatlanishi juda ham katta Allohning rahmatiki, inson mana shu holatni biladiki, tushunib, anglab yetadiki, bu juda ham katta foyda bo'lgan ekan men uchun deb biladi. Masalan, qancha odam tug'yonga ketayotgan bo'lishi mumkin. Agar shu holatda tursa, yomonlikka qarab Robbisidan uzoqlashib ketayotgan bo'lishi holati mumkin. Mana shulardan Alloh taolo tarbiya qilish uchun ham insonga musibat beradi.